Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy mollarini boyqut qilish chaqiriqi kuchayishga boshladi. Malayziya axborot vositalarining 20 dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Malayziyadagi danglik faqihlardan biri doktor Asri Zaynul Abidin Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqiriq qilgan. U so'zida Xitoyning jazo lageriga qamalgan millionlagan Uyg'urlarni qo'yib berishi kerakligini ta'kidlab, Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqiriq qilgan va buning uchun ta'sir kuchi bor musulmon ulamolarining musulmon davlatlarining harakatga kelib, Xitoyga iqtisodiy va diplomatik besim tushirishi kerakligini ta'kidlagan. O'tgan bir hafta ichida xalqarodagi Xitoyga bo'lgan qarshilik ovozi yangi pallaga ko'tarilgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda qo'zg'algan Xitoylar terrorist, Xitoylar musulmonlarni o'ltirmoqda qatorliq hashtag faoliyatiga qisqagina vaqt ichida millionlagan kishilar ovoz qo'shdi. Shundaqla nurg'unlagan danglik shaxslar Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqiriq qildi. Pompeo Xitoy bilan Rossiya numus qilarliq ishlarni qilyotidi dedi. 22 dekabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy bilan Rossiya numus qilarliq ishlarni qilyotidi dedi. Xabarda Rossiya bilan Xitoyning Suriyadagi chegara halqagan yordamlarga sharoit hozirlab berayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining aloqador qarornomasining yengillishiga qarshi chiqqanligi. Mike Pompeo bu haqda yozma bayonot e'lon qilib, Rossiyaning 14-qatim, Xitoyning 8-qatim Suriyaga insonparvarlik yordami yetkazish qaroriga to'salg'u bo'lganligini, har ikki davlat Suriyadagi sheriklarini qo'llashni va yuz berayotgan voqealarni yoshirishni, qiyin qish faslidagi hayot qilish uchun tirkishayotgan millionlagan begunoh insonning hayotidan ustun ko'rganligini, Xitoy bilan Rossiyaning Idlibda Asad qismlarining hujumlarini qo'llab, fuqarolarning hayotini xavfga ittirganligini bildirdi. Mike Pompeo bayonotida yana Rossiya bilan Xitoyning Suriyada vaziyat o'zgardi degan qarashlarini rad qilib, millionlagan Suriya xalqining hozirmi yordamga muhtoj ekanligini, agar Suriya xalqiga qilinadigan insoniy yordam to'xtab qoldigan bo'lsa, intayin ig'ir oqibatlarning kelib chiqadiganligini bildirdi. Saqchilar Hong Kongliklarning Uyg'urlar uchun tashkillagan namoyishiga buzg'unchilik qildi. Hong Kong xalqining tunugun yakshanbaga o'rinlashtirgan Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan zulm va bostirishlarga qarshi o'tkazgan namoyishi Hong Kong saqchilari tarafidan to'sqinlikqa uchradi. Fransiya agentligining naq maydonda turishliq muxbirining bayon qilishicha, namoyish dastlabda tinch yo'sinda davom qilayotgan bo'lib, tuyuqsiz bir necha kishi hukumat binosidan Xitoy bayrog'ini elib o'tib, bayroqni ko'ydirmoqchi bo'ldi. Namoyish tashkillovchilar jiddiy tadbir qo'llanib, bu harakatni to'sdi. Shundaqdimi saqchi taraf yosh oqquzish bombasi ishlatib, ommaning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Buning bilan boshlangan qalaymaqonchilikda ko'p qism namoyishchilar qo'lga olindi. Saqchilarning namoyishchilarni urib tumbalagan ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda ko'plab tarqalib, g'ulg'uli qo'zg'adi. Hong Kong xalqi izchil turda umumyuzlik nazorat va turma sistemasi qoplagan Sharq Turkiston vaziyatiga diqqat qilib kelayotgan bo'lib, 6 oydan beri davomlashayotgan namoyish jarayonida Hong Kong xalqi turli usullar bilan Beijing hokimiyatiga bo'lgan noroziligini ifodalab kelmoqda. Uyg'urlarni qo'llash shuarlari va Sharq Turkiston bayrog'i Hong Kongdagi namoyishda izchil ko'zga cheliqayotgan bo'lsa-mu, ammo tunugun yakshanba kundagi namoyish maxsus Uyg'urlar uchun alohida tashkillandi. Namoyish jarayonida necha minglagan omma maydonga to'planib, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi bostirish siyosatlarining Hong Kongda takrorlanish xavfidan ogohlantirish temasidagi nutqni angladi. So'zliguchi, biz maqsadimiz bir bo'lgan erkinlik va demokratiya uchun kurash qilgan va Xitoy Kompartiyasiga g'azabini bildirganlarni hargiz unutib qolmaymiz deb namoyishchi ommaga xitob qildi. Namoyishda xalq ayul tuzliq ko'k bayroq, Tibet, Tayvan bayroqlari, shundaqla Amerika bayroqlarini lapildatgan. Namoyishchilardan biri muxbirning ziyoratini qabul qilib mundaq degan: Xitoy rejimi hech kimning boshqacha ko'z qarashda bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan, hamma ishni kontrol qilishni o'ylaydigan sarang hokimiyat. Ular Sharq Turkistonda qilayotgan yo'lsizliklarni Hong Kongni to'liq changiliga elib olgandan keyin bu yerda mu ijro qiladi. Malayziya musulmonlari Xitoyning yolg'on tashviqotini o'zgucha usulda kutib oldi. Malayziya pochtasi to'rining xabarida bildirilishicha, 21 dekabr Malayziyaning Kajan shahrida bir qism islomiy tashkilot va partiya a'zolari Uyg'urlarni qo'llab namoyish o'tkazdi. Xitoy elchixonasi shu kuni Bangi yo'li faoliyat markazida atalmish Xinjiang madaniyat ko'rgazmasi o'tkazgan bo'lib,
Namoyishchilar faoliyat markazi eshigi oldida tinch namoyish qilgan. Namoyishga Malayziya Islom partiyasi, Xalqaro tinchlik elchisi tashkiloti va Uyg'urlarni izchil qo'llab kelgan Malayziya Islom yoshlar harakati ABMning a'zolari qatnashgan. Namoyishchilar qo'llarida Uyg'urlarni qo'llaydigan shuarlar va Sharq Turkiston bayrog'i besilgan plakatlarni ko'tarib, Xitoyga noroziligini bildirgan. Bir qism namoyishchilar Uyg'urlarning qattiq nazorat ostida ekanligiga simvol qilib, eg'iziga plastir chaplab olgan. Malayziya Islom yoshlar harakatining muavin raisi Ahmad Fahmi bu vaqtda to'xtalib, bu qitimqi namoyishning maqsadi Xitoy o'rinlashtirgan yolg'on tashviqot faoliyatiga qarshi turish ekanligini, bu faoliyatning boshqa shaharlarda ham o'tkazilganligini bildirdi. Xitoy doiralari o'z jinoyatlarini oqlash uchun yaqinqi mezgildan buyon xalqaroda turli tashviqotlarni kuchaytirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Malayziyadagi bosh elchisi Malayziyaning axborot vositalarida Uyg'urlar uchirgan zulmni G'arbning yolg'on tashviqoti deb maqola e'lon qilgan bo'lib, Malayziyadagi har soha zotlarining tanqidiga uchirgan. Hindistonning ko'p qism joylarida tor uzib etilgan bo'lsa-mu, namoyish davomlashmoqda. Germaniya ovozi to'ri Xitoycha bo'limining xabariga asoslanganda, Hindiston hukumatı Hindistonning ko'p qism joylaridagi telefon va tor aloqasini to'xtatib o'tish orqali musulmon ommasini kamsitish xarakteriga ega fuqarolik salohiyatini o'zgartirish qonuni sababli kelib chiqqan namoyishni besiqtirmoqchi bo'lgan. Oldingi hafta fuqarolik salohiyatini o'zgartirish qonuni ma'qullangandan beri Hindistonda namoyishchilardan eng oz deganda 20 kishi hayotidan ayrilgan. Ammo namoyish buninglik bilan ojizlashib qolmagan. Bu qonunga Hindistonga chegaradosh bo'lgan Bengal, Afg'oniston, Pokiston qatorliq davlatlardan kelgan dinga e'tiqod qiluvchi oz sonli ommani Hindiston fuqaroligiga qabul qilishni qo'llaylashtirish mazmun qilingan bo'lsa-mu, ammo musulmonlarni o'z ichiga olmagan. Hindiston parlamenti oldingi hafta bu qonunni ma'qullagandan keyin o'quvchilar boshlamchiligida tashkillangan namoyish butun mamlakatni qoplab, Yangi Dehli sharqiy qismidagi Bengal federatsiyasi, shimoldagi shahar Ali va Assam shtatining hamma joylarida uchur aloqa uzilib qolish ahvoli ko'rilgan. Nig'da universitetida Sharqi Turkiston tunishtirildi. 21 dekabr Turkiyaning Nig'da viloyatidagi Nig'da universitetida Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Faoliyatni Nig'da universiteti o'rinlashtirgan bo'lib, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi taklif bilan qatnashdi. U yig'in qatnashgan o'quvchi-o'quvchilarga oldi bilan Sharq Turkistonning tarixini qisqacha tunishtirdi. Orqadan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida to'xtalib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlarini, jazo lagerlarini ta'sis qilib, Sharq Turkiston xalqini e'tiqodiy va milliy madaniyatidan voz kechishga majburlayotganligini, qisqasi Xitoyning Sharq Turkistonda milliy qirg'inchilik elib berayotganligini tushuntirib o'tdi. Yoshlar Qizilay atritida Sharq Turkiston tunishtirildi. 21 dekabr Turkiya Yoshlar Qizilay atritida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Faoliyat Yoshlar Qizilay atrit tarafidan o'rinlashtirilgan bo'lib, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon taklif bilan qatnashdi. Hidoyatullo O'g'izxon yig'ilgan yoshlarga va o'quvchilarga Sharq Turkistonning tarixini qisqacha tunishtirgandan keyin Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida to'xtalib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda inson tasavvur qilg'usiz barliq jinoyatlarni eng vahshiy shaklda elib berayotganligini tafsiliy misollar orqali tushuntirib o'tdi. İstanbulda Yusufxas Hacib va Qutadg'ubilikni xotirlash faoliyati o'tkazildi. 21 dekabr İstanbulda Yusufxas Hacib tug'ilganligining 1000 yilligi va Qutadg'ubilik yozilganligining 950 yilligi munosabati bilan muhokama yig'ini o'tkazildi. Muhokama yig'inini Uyg'ur tadqiqot instituti va Taklimakan nashriyoti birlashib uyushtirgan bo'lib, Turkiyada yashayotgan siyosiy faoliyatchilar, akademiklar, o'qituvchi-o'quvchilar ishtirok qildi. Muhokama yig'inida Qutadg'ubilikning davrimizdagi ahamiyati bir qancha nuqtadan muhokama qilindi. Akademiklar bir-birlab so'zga chiqib, bu qimmatlik asarning ilmiy qimmatini, bo'libmi hozirgi davrda jamiyatshunoslik, qonunshunoslik sohasida nurg'un foydalanish qimmatiga ega ekanligini, Sharq Turkiston da'vosida o'ynaydigan rollarni izohlab o'tdi. Yig'inda yana Taklimakan nashriyoti mas'uli Abdujalil apandim qayta besilgan Qutadg'ubilikning yangi nashrini tunishtirib o'tdi. Muhokama yig'inida yana Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Sharq Turkiston masalasining xalqarolashish ahvollari muhokama qilindi. Chatda Sharq Turkiston suv quduqi qazildi.
Turkiyadagi xalqaro insoniy yordam va ta'lim tarbiya jamiyati dunyoning har qaysi joylarida elib berayotgan yordam faoliyatlari bilan ko'z ko'rinmoqda. Jamiyat raisi Mustafa Yildiz apandi bu qitim O'rta Afrikadagi davlat bo'lgan Chadda elib berayotgan insoniy yordam faoliyatlari jarayonida Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiy bostirishlarga diqqat tortish va bu yerdagi suvga zor bo'layotgan xalqning Sharq Turkiston xalqiga duo qilishi uchun suv quduqi qazdirdi va quduqning ismini Sharq Turkiston suv quduqi deb qo'ydi. Bu yeza Chad Adolat ministerining yezisi bo'lib, quduqning ichilish marosimiga Chad Adolat ministeri qatnashdi va bu quduqning ichilishiga vasila bo'lgan kishilarga rahmat aytdi. İçilish marosimidan keyingi kichik bolalarning supsuzuk suvlar bilan o'ynagandagi tasvirligisiz xushalliqqa diqqat tortdi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki xabarımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.